Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiyemizin mavzusu mındak. Azatlık armiya. Sinkako arlığa ilgirleşik taslamas kaldı. Yaponiya ot eç taslamas kaldı mavzulu haber. 6. ayının 13. gün Venvitor biti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Yaponiya matbuatları mındak görsetti. Jungu Deniz Armiyası parxotu 9. günü səhərdə tuncu qıtım Sinkako takım aralları yakın su yüzüden qatnap öttü. Yaponiya Jungu münasibetindeki ciddilik yana bir qıtım yuqarı örildi. Yaponiya iqtisad uçurları gezisinden to'r betida 6. ayının 13. günü xabar qilib bunda ko'rsatildi. Yaponiya hükümeti tahlil qilib Junguning harbiy parxotlari Yaponiya teşebbüs kılıvatkan deniz teritoriyasiga kirmekçi boldu. Agar bundaq iş yüz berdigan bolsa, vaqalarning paraz qilg'ili bo'lmaydigan taraqqiyotni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'z qarash kishilar mundaq ko'rsatdi. Bu xil vaqalarni keltirib chiqaradigan arx ko'rinish deniz va havo aloqa bog'lash funksiyasining mukammal bo'lmasligidir. Jungu harbiy parxotlarının bu qatımqı yol ve qatnash sur'atini tahlil qilib, Yaponiya taraf mundaq hisobladı. Jungu harbiy parxotlarının Yaponiya tashabbus qilayotgan deniz territoriyasi kirish ehtimolligi yuqori. Yaponiya deniz qo'g'dinish qismlari ogohlantirish berganda yurish yo'nalishini zo'r darajada o'zgartib, xatarlik su yüzünden ayrılganda Yaponiya teşebbüs kılgan deniz teritoriyası bir qadamla arlık kalgan edi xalas. Agalandırış bergende yürüyüş yönelişini özgertip Jungu'nun harbiy parxotlari xatarlik su yüzüden ayrılganda Yaponiya teşebbüs kılgan deniz teritoriyası bir qadamla arlık kalgan edi xalas. Xabarda da görüldü. Mubada Jungu'nun harbiy parxotlari bu su yüzüden ayrılmagan bolsa, Yaponiya taraf qo'g'dirish qismlarining qurol ishlatishga bo'ladigan qonuni bo'yicha garnizon tartibli harakat qo'llanishga buyruq tushiradi. Voqeaning taraqqiyotida portlash xarakterli o'zgarish yuz beradi. Qurolliq zarb berishga bo'ladigan kulrang bilbog' voqealari dairesiga yetib kelmagachga Yaponiya hukumati deniz garnizonining harakat qilish buyrug'ini oddiylashtirib, telefon orqali harakat qilishga qo'shilishdan iborat hukumat kabineti qarorini ijro qilish usulini ishlatdi. Bu usul qo'shni davlatlarning harbiy parxotlari Yaponiya tashabbus qilgan territoriyaga kirib kelsa, darhol ot etishdan iborat edi. Yaponiya Jungu harbiy parxotlarının Yaponiya deniz tavalli kirishiga diqqat qilmoqda mavzuli xabar. Endi kelib 6. ayının 15. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Bu qatam Junguning bir dona harbiy parxoti 6. ayının 15. günü saharda Yaponiyaning g'arbiy janub o'lkasi Kagoshimaning deniz tavalligiga tajovuz qildi. Hozir 9. günü Junguning harbiy parxoti Sinkako taqam orollariga yaqin su yüzida qatnash elib bordi. Bu qatam 15. günü saharda Junguning harbiy parxoti Yaponiyaning Kagoshima oroliga yaqin su yüziga yetib keldi. Vaqada Jungu hukumati nima qilmoqchi bo'lyapti vatandoshlar buni tushungili bo'lmaydi. O Janubiy dengizni tashlab o'tib, Sharqiy dengizda ish chiqarmoqchimi va yoki Janubiy dengizdagi jiddiylikni Sharqiy dengiz orqali pasaytmoqchimi? Buni bilgili bo'lmaydi. Bundan keyingi taraqqiyot qanday bo'ladi? Vatandoshlarimiz vaqti-vaqtida yetkazib turamiz.